Siz mashinangizga metan, propan qo'ydirdingiz, sizda mana mamlakat qayta jihoz uchun ruxsatnoma yo'q. Demak, siz texpasportingizni alishtira olmaysiz. Chunki mana O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2024-yilda qaror chiqqan, texpasport alishtirayotgani, ya'ni hammamiz O'zbekistonda turamiz, hamma mashinalarimiz metan gazli yuradi. Metan yoki propan qo'ydirgandan keyin davlat ro'yxatidan yana alohida o'tish uchun o'sha mashina keyin gaz qo'ydirilgan firma o'tishi uchun yana boshqatdan litsenziya deyishyapti, ya'ni qayta jihoz uchun ruxsatnoma deyishyapti. Uni ko'rinishi mana mamlakat bo'ladi, va hamda QR kodi ham bo'ladi. Mana berilgan sanasi necha ekan bu? 27:03 turibdi. Ikkinchi varroq ham bo'ladi. Mana qaranglar, ikkinchi varroq bo'ladi. Bu aytyapti faoliyat turi, qo'shimcha ma'lumotlar, ya'ni Onix avtomobiliga 2025-yilda ishlab chiqarilgan qayta jihoz turi siqilgan tabiiy gaz, ya'ni metan balon jihozlarini o'rnatish qo'shimcha shart qilib qo'yilgan. Siqilgan tabiiy metan moslamasini o'rnatish sharti bilan cheklanmagan muddatga berildi. Faoliyat turi ruxsatnoma, mana ruxsatnoma nomeri ham turibdi, mana QR kodi ham turibdi. Gap qisqasi ikkita varroq bo'ladi. Mana shu ikkita varroq 375 mingga tushdi. 375 mingga tushdi. Bu qog'ozni uydan chiqmagan holda shuna bitta raqam mana pastga yozib ketaman. O'sha raqamga telefon qilsanglar, onlayn to'ldirib berishadi. Azizlar, men bu videoni ko'rganim sabab pastda raqam chiqaraman. O'sha raqamga telefon qilsanglar, 10 minut ichida mana shu qog'ozlarni, mana shu ruxsatnomani, qayta jihoz uchun ruxsatnomani sizlarga qo'lingizga elektron tarzda tashlab berishadi. Bitta minimalniy bo'lar ekan buni aniqlasa xizmati. Zato yagona darchaga bor, yagona darchada 2 soat o'chirt ko'd, ya'ni yagona darchada nimadir dokument yetmay qolsa orqaga qaytib ket, yana uydan u dokumentni ko'tarib kel degan narsa bo'lmaydi. Yagona darchada o'chirt ko'p, o'zingizlar bilasizlar. Gap qisqasi, bitta minimalkaga qayta jihoz uchun ruxsatnoma o'sha metan, propan mashinalari uchun gaz qo'ydirilgandan keyin texpasportni alishtirish uchun shunaqa ruxsatnoma olib beradigan bolalarni telefon raqamini qoldirib ketaman. Aloqaga chiqinglar, xudo xolisa ishlarni bitirib berishadi. Kimgadir shuna reklama xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, reklama uchun tepada raqam qoldiraman. Bemalol uyalmasdan aloqaga chiqinglar, reklama qildiringlar. Reklama bu sizning biznesingizning rivoji. Charchamanglar, salomat bo'linglar.